Bu yıl amildar boğan güzel anlar, men bugün sizlerge Lalyan tuvaleti çıkılgan bu peslik intayim mas keldigan amildarlar kiyim-kecheklarning ang yangiliklardan ekeldidim. Birlik kirep bakayli, sizlarning yoqtirdiganlaringlar cho'qinda. Ukkamdagi bu nusxani cho'qin bek yoqtirdinglar deyman. Bu mo'yinlarimi qat'iy bearam qilmaydi o'jimi qizlar intayim rohat holat chiqadi. Keyinning nusxasini tuz holat bo'yicha chiqadi. Eg'irligi 90 kg o'lchamli xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Intayim rohat holat chiqadi. Oldi qo'sh tugma holat bo'yicha chiqadi. Tugmasini etvasanlarmi yoki tugmasini atmay kiysanlarmi bo'ldi qizlar. Oldindan nusxasim shunchalik chiroyli holat chiqadi. Bo'yning uzunligi bo'lsa 1 metr holat bo'yicha chiqadi 100 sm. Qat'iy menda to'ngab qolarmanmi, bo'lam tugilib olarmi deb ansirmasanlarmi bo'ldi o'jimi qizlar. Mana tenshingsim intayim yaxshi holat chiqadi. Faqat chantirib olmaydi o'jimi qizlar. Qizlar Malyan Gentomi intayim chiroyli holat chiqadi o'jimi. Tishningki White House'ni boshqa ko'ylaklarlar bilan kiyvasanlarmi bo'ldi. Qishinchim gap yo'q kiyalaysizlar. Keyindan nusxasim shunchalik chiroyli holat chiqadi. O'zim bek umoq chiqadi o'jimi qizlar. 90 kg o'lchamli xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlar. Rangi ikki xil rangda chiqadi. Yana bir rangni men sizlarga hozir sinab beray. Mana qizlar yana bir xil rangi o'jimi. Bu rang intayim chiroyli holat chiqadi. Yana buni turtib kiysanlarmi bo'ldi o'jimi qizlar. Bo'g'ilib qat'iy bearam qilmaydi. Keyindan nusxasini shunchalik umoq holat chiqadi. Qizlar buni mo'qalanlar tug'ib bo'lgandan keyin kiyalaysizlar. Qizlar yaqinda to'yga boradigan qizlar mako'ynakini cho'qim tanlanglarmi? Mayli o'zinglarning yaqin kiyimlaringlarning to'y bo'lsin yoki uylik urug' tuqqanlaringlarning to'yga kiyib beringlar. Shunchalik chiroyli holat chiqadi. Hech tarafdan White House'ni silib tanlaysizlarmi qizlar? Ustiga boshqa chaponlaringlarni pilab kiysanlarmi bo'ldi? Ma tishiningki White House'ni boshqa ko'ynaklaringlar bilan pilab kiyalaysizlar. Intayim chiroyli holat chiqadi. Bo'yning uzunligi bo'lsa, yanlar o'xshash 90 sm holat bo'yicha chiqadi o'jimi qizlar. Mening bo'yimning uzunligi 1 metr 73 sm. Bo'yi normal holatga qizlarga bek chiroyli yarashadi. Qizlar, mana sizlar bek so'rab, bek talab qildigan degan to'dim ekeldim. Filmlarimni chiqarib qo'ysam, bekchi qizlar so'rab ketgan tanglar. Buni tishnimicha qizlar boshqa ishtonlaringlar bilan kiysanlar bo'ldi o'jimi. Butun chapon nusxa bo'yicha chiqadi. Intayim yeni holatda osti taraf sizlar ang yoqtiradigan gormon nusxa bo'yicha chiqadi. Qizlar ko'ynagining uzunligi 1 metr 10 sm holat bo'yicha chiqadi. Chiroyimizni shunchalik sizlik holat chiqardi o'jimi qizlar. Keyinning nusxasi bek chiroyli holat chiqadi. Eg'irligi 90 kg o'lchamli xonim qizlarimiz bemalol kiyalaysizlarmi qizlar. Qizlar bu kiyinikim bek bo'q emasmi? Intayim azolatli mallar keldi. Mesh filmni ko'rib bo'lgandan keyin ham asta jet o'qilib yo'lda o'tib ayrim xonda meni izdimsanlar yon tuga ketib qoldi. Budaliq ekeldiramay qolmiz. Qizlar manusxum bek chiroyli ekanmi? Ust tarafninki oldi butun holat bo'yicha chiqadi ekan. Arib kiyalaydi ekanmiz boshqa kiyimlar bilan pilabmi. Qo'sqonlarim shunchalik umoq holat chiqadigan o'xshashlar 90 kg o'lchamli xonim qizlarimiz bemalol kiyalayotgansizlar. Ko'ynagining uzunligi 100 sm holat bo'yicha chiqadi ekan. Qizlar Malyan Gentom bek chiroyli chiqadi ekanmi? Uzunligi 1 metr 10 sm holat bo'yicha chiqadi ekan. 80 kg o'lchamli xonim qizlar kiyalayotgansizlar. Faqat bir lam nomer ichki taraf bu shu yan bo'yicha chiqadi ekanmi? Tishningki White House'ni o'xshashlar boshqa kiyimlar bilan pilab kiyalayotgansizlar. Keyin tarafni shunchalik chiroyli holat bo'yicha chiqadi ekan. Rengi faqat bir rang. Qizlar endi maygini ko'rib yiqqanlar bek chiroyli chiqadi ekanmi? O'zliyan jiyan tualet bo'yicha chiqadi ekan. Tishning sarapansim shunchalik yeni holat chiqadi ekan. Qishinchim gap yo'q kiyalayotganmiz. Mammoykisim shunchalik rohat holat chiqadi ekan. Keyin tarafdan nusxasim tuzalet bo'yicha chiqadi ekan. Sarapansining uzunligi 1 metr 10 sm holat bo'yicha chiqadi ekan qizlar. Endi 90 kg o'lchamli xonim qizlarimiz bemalol kiyalayotgansizlar. Konserani yoqtiradigan qizlar buni cho'qim yoqtirib qolsizlar. O'zim shunchalik sizlik holat chiroyli chiqadi ekanmi qizlar. O'xshashlar 90 kg o'lchamli xonim qizlarimiz kiyalaysizlar. O'zi uzun holat chiqadigan ham rohat ko'ylak kiyishni yoqtiradigan qizlar bugungi filmimda kiyim-kechaklarimni oldin tanlashinglar qilsanglar bo'ldi o'jimi. Mana qizlar keyinning nusxasi intayim chiroyli holat chiqadi. Bugungi bu filmimdagi qaysi kiyimni eng yoqtirdinglar? O'zinglarning yoqtirganlarni cho'qim jet o'qilib inkas rayini qoldirib qo'yishni tiqamanlar. Bu kiyimlarimning nusxasi ko'p bo'lgan bilan san intayim azolatda qizlar yoqtirganlarni cho'qim baldiroq zakaz tushirilishini tiqamanlar. Men sizlarni ayrim xon saqlayman. Men qo'yinchoq qilgandan keyin bir talaqsiz yurganlarni berib o'tinglar. Budaq yangiliklar texadami ko'p. Ansa qizlar sizlarni ayrim xon saqlayman. Budaq yangiliklar ko'rishlik xayr xo'sh.